sog'liq. Hozir bolalarimiz bilan bolalar miya falajligi tashxisi qo'yilgan bolalarimiz bilan harakatini rivojlantiradigan mashg'ulotlarni o'tkazamiz. Bizning mashg'ulotlarimizda bolalarimizda harakati cheklangan bo'lgani uchun o'ynash jarayonida shu harakatlarini o'zi yaxshi sezishiga yo'naltirilgan. Ko'pincha ota-onalarimiz o'ylaydiki, bolamning harakati cheklangan bo'lgani uchun o'yinchoq o'ynolmaydi deb. O'yinchoq bolaning hayotida eng kerakli, eng muhim qadam desa ham bo'ladi. Mana hozir kelgan onalarimiz birinchi marta xonamga kirishdi. Undan oldin men bular bilan suhbat olib bordim, tushuntirdim bolaga o'yinchoq o'ynash kerakli shartligini. Hozir endi mana ko'rsataman qanaqa o'ynash kerakligini. Qo'lini ushlaysiz. Abdulla, ushlang. Ushlang. Sekin qo'yamiz joyiga. Sekin-sekin qilsak, bo'shashadi-da muskullari, harakati yaxshiroq bo'ladi. Keyin bola tushunadi. Muskullarim bo'sh bo'lganda harakatim ham yaxshiroq bo'lar ekan deb tanasini o'rganib, keyinchalik shu o'yinchoqlarga o'zi intiladi. O'ynashga harakat qiladi. Harakati yaxshi bo'lgan sari, o'yinchoqni o'ynagan sari bolani harakati ham, umumiy harakati yaxshi bo'ladi. Bolalarimiz bilan ishlaydigan vaqtimiz soat 10 dan soat 12 gacha. Shunda ham bu tashxisli bolalar bilan 5 minutdan ortiq ishlash mumkin emas. 5 minutda mana bitta o'yinchoqni boshladinglar, bitqizdinglar, dam olib turib, yana keyin boshqa o'yinchoqga o'tasizlar. O'shaning uchun o'yinchoq tanlayotganda ham o'yinchoqinglar qiyin qiladigan, uzoq vaqt ketadigan o'yinchoq bo'lishi kerak emas. Chunki agarda bola qiynalsa, qilmasa, keyin safar shu o'yinchoqni olganinglarda dod deb qilmaydi, ishlamaydi bu o'yinchoq bilan. O'yinchoqni boshlab oxirigacha yetkazish bu tarbiyasiga ham taalluqli narsa hisoblanadi. Bola bilan ishlamasa, kutib o'tirsa, vaqtimiz o'tib ketadi. Hamma etaplaridan biz kechga qolib ketamiz. O'shaning uchun hamma narsani vaqtida qilishimiz kerak. Kutishimiz kerak emas. Tashxisi bor deb o'tirmaymiz poylab, qani o'zi boshlanamikin, o'zi bo'larmikin deb. O'shaning uchun faqatgina diagnoz tashxis qo'yildimi, ishlashni boshlaymiz bola bilan. Bola bilan mashg'ulotlarni o'tkazish kechki paytda peshingi uyqudan turgandan keyin tavsiya etilmaydi. Hamma mashg'ulotlarimizni shifokor tavsiyasi bilan qilamiz. Chunki bir xil mashg'ulotlarni bir xil bolaga qilish mumkin emas. Biz poliklinikamizda onalar bilan ham juda ham katta ish olib boramiz. Chunki ona baxtiyor bo'lsa, bola ham baxtiyor bo'ladi. Onaning tuyg'ulari yaxshi bo'lsa, bola ham tezroq tuzalishga harakat qiladi. Ona o'zini go'zal desa, bola ham o'shanga qarab, onam go'zal ekanlar deb yaxshiroq bo'lishga, sog'ayishga harakat qiladi. Keyin ko'p onalarimiz tasavvur qilishi, bolani kelajagini tasavvur qilishi ko'proq salbiy bo'ladi. O'sha tasavvur qilishini yaxshi tarafga aylantirishga harakat qilamiz. Chunki ularning tasavvuriga bog'liq bolani yaxshi bo'ladi. Imkoniyati cheklangan bolalarga oshxona jihozlaridan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish, ularning mustaqilligi va o'ziga bo'lgan ishonchini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu jarayonda yordam berishi mumkin bo'lgan bir nechta yondashuv va tavsiyalar. Individual yondashuv. Har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga oling. Uskunalar va o'qitish usullarini ularning imkoniyatlariga qarab tanlang. Moslashtirilgan jihozlardan foydalanish imkoniyati cheklangan bolalar uchun foydalanish osonroq bo'lgan maxsus yoki moslashtirilgan oshxona jihozlaridan foydalanish. Masalan, himoyalangan pichoqlar, qulay tutqichli qozonlar va boshqalar. Bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Oshxonada turli vazifalarni bajarish uchun sodda va tushunarli bosqichma-bosqich ko'rsatmalar yarating. Rasm yoki video kabi vizual materiallardan foydalaning. Amaliy mashg'ulotlar. Bolalar olgan bilimlarini amalda qo'llay oladigan amaliy mashg'ulotlar o'tkazing. Oddiy retseptlardan boshlang va asta-sekin murakkabroqlariga o'ting. Xavfsizlik birinchi o'rinda. Bolalarga oshxonada xavfsizlik asoslarini, jumladan o'tkir buyumlar va issiq yuzalardan to'g'ri foydalanishni o'rgating. Qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. Hissiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlang. Bolalarni yutuqlari uchun maqtang va ularga qiyinchiliklarni yengishda yordam bering. Texnologiyalardan foydalanish.
pazandachilikni o'rgatish ilovalari yoki video darslar kabi texnologiyalardan foydalanish ta'limni yanada samaraliroq qilishi mumkin.